Siroj, lokatsiyani tashlagin, senga boraman oldinga. Ha telefon qilib ko'raymikin? Siroj telefonni kim biladi? YouTube'da bormidi telefoni? Nima deysizlar? O'tgan safar o'sha G'ayrat Do'stov masalasida qochib ketgan, gaplasha olmasdan. Hozir. Sirojbekning kartasini qo'yib qo'ygan, o'sha karta qo'yib qo'yganiga aytaman-da. Anaqa ham turadi unda. Telefon nomeri ham turadi. Birinchi karta turadi, qaranglar. Telefon nomeri bor ekan. Hop. 97 741 1282. 97 741 1282. 97 741 12 82. Alo. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Siroj media shumi? Ha? Men Abrorman, Abror Muxtor deyman. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Qayerda ko'rishamiz? Qayerga borayman? Bo'ldi. Sudga boring. Qayerga? Sudga boring. Sudga? Sudda nima qilaman men? Ikkimiz gaplashmaymizmi? Gaplashamiz. Sudga boring. O'sha bo'yicha muammo ko'taryapsizmi? Yo'q, muammo ko'tarmayapman men. Muammoni sizlar ko'taryapsizlar. Yo'q, siz ko'taryapsiz muammo. Men sizlarni yolg'onliklarni fosh qilyapman. Xalqqa aldab kelgan. Yo'q. Sud ishiga aralashmaymiz dedik biz. Sud hal qiladi nima bo'lishini. Sizlar urib yechintirdi degan gapga javob berasizlar. Qani qayerda urib yechintirdi? U narsani sud hal qiladi. Yo'q, u narsani ko'rilmayapti sudda. Ko'rmayotgan bo'lsa o'sha oxir tugasin keyin. Yo'q, tugasin emas. Sizlar xalqqa aldadinglar, urib yechintirdi dedinglar. Sizlar tog'man chiqib gapirgunga qadar kun uzamaydi, sanamaytding. Hammaga aytib beryapsanlar. Sizlar javob berlaring. Qani kim urib yechintirdi ularni? Kim ular? Prokuror emasman, xalqning nomidan so'rayapman. Mana xalq bu yerda mana yozyapti. 2,5 ming odam yozyapti. Deputatmisiz? Yo'q, deputat emasman, men xalqning vakiliman. Haqqim bor meni so'rashga. Vakilisiz, qani birorta hujjatingiz bormi bo'yicha? Men xalqman deyapman. Xalqi shu bir vakilim. Gapira olmaysiz. Gap javob berasanmi yo'qmi? Yechintirganiga javob beraman. Bera olmaysan. Javob berishga majbur emasman. Majbursan sen. Majbursan. Chunki yolg'on aytyapsan. Senga javob beraman. Men xalqning nomidan so'rayapman. Sen xalq nomidan dama vakolatchilik qilsan. Mana men YouTube'da izohda 90% odam so'rayapti. Siroj javob ber deyapti. So'ramayapti. Sen o'zingni bori YouTube'da ko'rib kommentariyani o'qi. Yo, mana ko'rib turibman, jonlida ketyapti, ovozing ketyapti, hamma eshitib turibdi. Malades. Ha? Javob ber. Sizda vakolat yo'q, unda mendan javob ber. Yo'q, men sendan qonuniy so'ramayapman. Voy Siroj, men sendan qonuniy so'ramayapman. Yo'q, men javob bermayman desang bo'ldi. Javob bera olmaysan deyapman. Nega men sizga javob berishim? Javob bera olmaysan. Qo'ysangchi. Aldagansan xalqni. Sen shunaqa terpiylarlik qilib yozib ber. Abror meni terpiylarlik qilyapsan. Qani sen choyxonaga chaqirganing? Men Abror Muxtor Aliman. Hop, nima bo'ldi? Men Abror Muxtor Ali, hop. Kim qanaqa vakolatchi bo'lman? Meni jurnalistman, jurnalistik vakolatim bor. Men jurnalistik surishtiruv qilyapman. Jurnalistik surishtiruvga ko'ra o'rganib chiqdimki, bu hodisada Kun.uz, Siroj media xalqni aldagan bo'lib chiqdi. Guldirano bilan birgalikda. Mayli yo'q bo'lsa mayli, gapi eshit. Xo'p, men surishtirdim, shunaqa bo'ldi. Men hozir so'rayapman. Agar men jazoga tushmayman. Eshit. Yo'q, sizlarning arpanglarni men xom o'ryapman. Qarab tursan. Men xalq ustidan kulib turaversan. Sen xalq ustidan kulib turaversan. Sen kimsan? Sen sizni deyman, xalq ustidan kulgan odamni siz demayman men.
Sen kimsan? Siz nimaga xalqni, sen xalqni nomida nimaga gapiryapsiz? Men jurnalistman deyapman. Qanaqa jurnalistsan? Jurnalistman. Ha, bor, magistrman. Telegramdan tasha. Men magistrman jurnalistika Saytda bo'yicha. jurnalistsan. Men Yo, mustaqil jurnalistmisan, saytda jurnalistmisan. Qani birorta hujjating bormi? oliy jurnalistikani bitirganman. Hop, bitirgan degani o'zimizdan hammadan Gapga javob bermaslik uchun, gapga javob bermaslik uchun gapga fikringiz qanaqa? so'rayapman shuni. Ha, shuni so'rayapman. Sen gapga javob bermaslik uchun qana hujjating qilyapsan-da. Qaysi gapga javob berishim kerak? Sizlar Kun.uz va Siroj Media boshqalar Gulira'no Qosimovani ichki ishlar xodimlari urib, yechintirib, zino sahnasini yaratdi degansizlar. Mana shuni qo'llab-quvvatlab kelgansizlar. Menimda shunaqa bo'lgan deb aytganmanmi? Yo'q, degansana, yechintirilgansiz deb aytgansan Gulira'noga. Yechintirilgansiz deb men uni gapidan chiqib aytyapman. Yo'q, o'sha gapidan qani yechintirilgani? Yo'q, siz jurnalist bo'lsangiz, siz bu narsani yaxshilab tushunib oling. Men tushunib turibman, so'rayapman. Yo'q. Keyin gapiring. Yo'q, gapga javob bermaslik uchun shallaqlik qilma, qo'y. Shallaqlik bitta mana emas, siz qilyapsiz. Qani shallaqlik qilganim? Baqir-chaqir qilib sansirab tashlayapsiz. Qanaqa yo'q? Jurnalistika madaniyati qani? Madaniyat mana shu bo'ladi. Jurnalistika madaniyatida shunaqa sansirab so'raydi. Ha, sansiraydi. Yo'q, yaxshilab o'qib oling. Bemalol sansirab so'ra oladi. Jurnalist shunaqa bo'ladi. Xohlasa sansirab so'raydi. Haqorat qilmasa bo'ldi. Hop, siz bor oldingi haqorat qilganlaringizni odamlardan hozir uzr so'rab chiqib yuribsiz bo'lmasa? Qani qayerda men haqorat qildim? Oldin ham xuddi o'sha dacha voqeasi bo'yicha deputatni deganingizda chiqqansiz, to'g'rimi? Hop. Nagina ushaldi, shunga o'xshagan gaplarni gapirgansiz. Yomon yaqinda ham o'sha 5-yanvarda ham chiqqaningizda. Hop. Ular o'shani ham yonini olib yurgandi dedingiz, to'g'rimi? Hop, hozir ham aytyapman. Keyin nima deyapsiz? Yo'q, bu unaqa emas ekan, uni eri yo'q ekan. U bemalol o'sha ish qilib yursa bo'laver ekan degan ma'noda gapiryapsiz-ku. Jonlini ko'rib turgan ekansan-a. Yo'q. Yo'q, men uni aytyapman. O'sha ishni hozir ham aytyapman. Ta'rifini olganlar dayus deyapman, hozir ham. Hozir ham aytaman. Uni kechirim so'rayversiz bo'lmasa. Men u e'tirof qilib uzrini so'ragan uchun chiqib kechirim so'radim. Erkaklik qildi. Xalqdan aytdi, men dedi 2 yil, 2,5 yil dedi ko'chaga chiqa olmaganman dedi. Men xato qilganman dedi. Xatosini bo'yniga olyapti. U odamlarni aldamayapti. Meni majburlab urib, yechintirib, o'sha yoqqa olib kirib, dachaga olib chiqishdi demayapti. U e'tirof qilyapti. Men aytayapman, zino qilgan odamga ham nafratlanib bo'lmaydi. Zino qilgan xato qilishi mumkin. Arak ichib qo'yishi mumkin kimdir. Lekin bu yerda yo meni zino qilgan sahnani yaratdi bular degan gapiga javob bersin deyapman. Birinchidan qoraga. Biz ma'inna shunaqa degan joyim yo'q hech qayerda. Urib yechintirilgansiz, mayli. Yo'q, mayli. Deganman. Ha, hop, qani yechintirilgan? Uni gapidan kelib chiqib. Yo'q, o'sha gapidan kelib chiqib isbotlanmadi. Qani o'sha? Siz qani bu narsa tugamasdan turib, u surishtirilmayapti-ki. Xalq ahmoq emas-ki, u surishtirilmayapti. Surishtirilayotgan narsa boshqa. Biz xalq nomidan xalq izohlarida yozyapti. Qani deyapti. Qani yechintirilgani deyapti. Siz aytayapsizki, yechintirilgansiz. Mayli nima bo'lsa ham, qo'pol bo'lsa ham aytamiz. Uni nomidan kelib chiqib gapirmayapsiz. Yechintirilgansiz. Ta'kidlayapti. Yo'q, siz aytishingiz bo'yicha demayapsiz u yerda. Yechintirilgansiz deyapsiz. Farazan bo'ldi, farazan uni nomidan gapirgan bo'lganingizda ham mana hozir isboti topilmadi. Bu masala yopildi. Uni chiqib turib aytish kerakki, bu men xato qilibman do'stlar. Bo'lmasa bunday qilaydi. Isbot topilmagan bo'lsa bu tuhmat qilgan bo'ladi, to'g'rimi? Tuhmat qilgani uchun bu jazo olsin. Yo'q, tuhmat qilgan uchun jazo bermaydi, kimdir yozish kerak. Keyin men sizga aytaman. Yo'q, uni bizda qonunchilikda kimdir unga yozish kerak. Hali bu tuhmat bo'yicha ya'ni alohida sud bo'ladi. Kassatsiyada u ko'rilmayapti-da u. Xalq ustidan kulmasaychi. Kassatsiyada u ko'rilmayapti. Gapdan administrativ xato qilgan deyapsiz. Administrativ ma'muriy degani emas u. Men ma'muriy jinoiy degan gapni aytmayapman. Administrativ degani yozuvchi sudda xato qilgan deyapman. Jinoyat qilganmi ichki ishlar? Uni sud hal qiladi.
O'sha xalqi bo'lgan. Yo'q, o'shanga qayta kassatsiya ketyapti. Endi bu ham ketyapti. Yo'q, administrativ deganda bu yerda jinoiymi, ma'muriymi degan gap ma'nosida gapirmaganman. Jurnalistikada qaytadan o'qib chiqing. Qani bir tomoni yurgan? Ular jinoyati yo'qmi shunda? Ularni jinoyati yechintirgan jinoyati yo'q. Boshlasi bormi? Uni sud hal qiladi deyapman. Sud xalqi bo'lganmi? Yo'q, ketyapti. Ko'ryapsizmi? Yo'q, ko'ryapsizmi? Yo'q, ko'ryapsizmi siz? Siz qayerdan sakrab chiqib ketib qolyapsizlar? Yo'q, baliq o'xshab chiqa olmaysizlar. Bu hozirgi kunda butun xalq nafrati, ana shu ishtonni orqasida yurgan odamlar, dayus tabiat odamlarga nisbatan nafrati shundan iborat. U xotinni urib, yechintirib, zino sahnasini yaratgan odamlarga nafrat bilan qaradi xalq. Va ma'lum bo'ldiki, bu narsa unday bo'lmagan, yechintirilmagan bo'lib chiqdi. Yechintirilmagan bo'lib chiqdi. O'shan uchun xalq nafrat qilyapti. Sizlar ham nafrat qilyapti. U Gulranodan ham nafrat qilyapti shu masala. Xalq nafrat qilyapti. Keling statistika qilamiz. Keling Telegramga qo'yamiz. Bo'ldi, qo'yamiz. Bo'ldi. Men hozir Telegramga menda 100 ming yaqin podpisчик bor. Telegramga ovoz qilib qo'yaman. Gulrano Qosimovani yechintirdi degan. Men unaqa deb ham qo'ying. Общий qilib qo'ying siz. Gulrano Qosimova ichki ishlarga tuhmat qilganmi deb qo'ying. Bo'ldi, qo'yaman. Men ham qo'yaman shuni. YouTube'da ham qo'yaman, ko'ramiz. Bo'ldi, qo'yamiz. Kimni ovozi anaqa bo'ladi? Ovozga qo'yamiz. Mayli, endi bu narsa ko'p narsa hal qilmaydi. Bu bo'yicha qonun qoidalar bor-da. O'shani kutaylik, bolaka. Shuni kutaylik, keyin hal bo'ladi. Yo'q, bu narsani so'ramayapti. Sakravormayman, men ham sakravormayman. Ya sakravor bo'ldingiz-ku siz. Keyin meni O'zbekistondan ket, Afg'onda yasha deyapsizmi? Yo'q, yoqmasa deyapti. Nima yoqmasa? O'zbekiston qonunlarimiz yoqmayapti-yu, siz gapingiz bo'yicha. Qani qonunlar yoqmagani? Qayerda? Gapingiz bo'yicha. Qaysi masalan? Gapingiz bo'yicha undan olib kelyapsiz, bundan olib kelyapsiz. Qaysi nimadan olib kelyapman? Aylantiryapsiz. Nimani aylantiryapman? Javob bering mana shu aylantiryapti degan gapingiz o'zi aylantiryapsiz siz. Qani qayerda men qonunchilik yoqmadi menga? Javob bera olmaysiz. O'sha qonun, kechirasiz. Agarda eshitaylikchi. Qonun bo'lmaganda boshqacha bo'lardi deb aytyapman. Yaxshi ham qonun bor deyapman, ha? Yaxshi, qonun bor. Yaxshi ham qonun bor deyapman. Bu qani qonunga amal qilmaganim bu yerda? Aynan qonunga amal qilgan bo'lib chiqdim-ku bu gap bilan. Hozir menga telefon qilyapsiz-da, men ogohlantirmasdan. Mayli unisi. Men hozir nimaga ogohlantiraman sizni? Ko'raman sizni videolaringizni, mana o'z obunachilaringizdan ko'rib tursin. Siz shunga aylantirib olib boryapsiz ko'p narsani. Nimani aylantirib olib boryapman? Yo'q, nimani emas. Hozir men uchun yana qaytadan ko'rib chiqishim kerak-da, sizni videolaringizni. Siz ko'rib chiqib, hali isbotlamasdan gapiraverasizmi? Ko'proq diniy urg'u beryapsiz va ular diniy urg'u bu musulmon xalq bu. Bu musulmon xalq. Diniy urg'u bergan taqdirimda ham qonunga amal qilma degan gapim qayerda? Qonunga amal qilma deyapsiz. Shunga o'xshatyapsiz. Siz qani o'xshayotgani? Uni sud hal qilish kerak edi-ku. Uni. Men qarang, hali Gulrano masalasida sud hal qilish kerak edi. Biznikida siz hukm chiqarasizmi? To'ntarilishi qilmoqchi bo'lyapti deyapsiz. Shunga urinishyapti deyapsiz. Aniq shu. Jim Sharpning kitobini o'qiganman men, ha? Jim Sharp kitobini o'qiganman men. Jim Sharp sistemasi bo'yicha ketyapsizlar. Aynan birga-bir ketyapsizlar. Siz mabodo bilib qilayotgan bo'lsangiz, sizni xoin deyman, bilmay qilayotgan bo'lsangiz, ahmoq deyman sizni. Ichki ishlar tizimiga qarshi chiqmayapsiz. Yo'q, chiqa olmaysiz. Yo'q, meni tushuntirmayapman. Yo'q. Ketayotgan bo'lsangiz, siz hammadan bizlarni spetsimiz bilan aqlliroqmisiz? Ulardan ko'ra yaxshiroq tushunasizlar. Biz shu ishlar qilayotganimizni indamasdan turishadi bular. Yo'q, natija bo'lsa ko'rasiz. Siz hali indamayapti deb o'ylayapsizmi? Ha? Bo'ldi, o'ziniga qo'yib bering o'sha. Yo'q, qo'yib beraman. Men xalqni aldaganini ogohlantirsam maylimi? Kerak bo'lsa, nima qiling? O'shalarga qo'ng'iroq qilib ogohlantiring. Mana shunga urinyapti. Yo'q, o'zi xalq ko'rib turibdi, kimgadir qo'ng'iroq qilib aql o'rgatish shart emas. Ichki ishlar ham, xavfsizlik ham, prokuratura ham ko'rib turibdi hammasi. Lekin sizlarni bashariylarni ochyapman, yoqmayapti shu. Sudni noto'g'ri talqin qilyapsizlar. Siz anaqa qo'ydingiz Facebookda.
9 ta xodimga jinoiy ish ochildi deb qo'ydingiz. Vaholanki sudda 9 ta xodimga jinoiy ish ochilmagan edi. 9 ta xodimni jinoiy faoliyati isbotlanmadi, lekin videoni tarqatganga jinoiy ish ochildi degan edi. Ana shu joyda ham yolg'on gapirdingiz. Gapingiz to'g'ri. Yolg'on gapirdingiz shunda. Men shu narsani boshda qo'ydim. Keyin uni o'zgartirish kiritdim. Holat bo'yicha jinoyat ishi ochilgan ekan. Chunki to'polondan keyin sizni yolg'onchiligingizni aytgandan keyin. Yo'q, siz yolg'onchiligingizni endi isbot qilib beringmi? Videoni maktabdan haydaldimi ishdan? Yo'q, haydalmadimi? Tekshiruv ketyapti. Advokatlarni menga bergan xabariga ko'ra haydalgan u. Faqat hozirgi kunda to reviziya tugagunga qadar u o'zini ishda bo'lib turadi degan taklif bo'lgan. Hop, nima siz shoshilib qilyapsiz bo'lmasa? Haydalmagan odamni haydaldi. Yo'q, xabar beryapman men eshitgan xabarimni. Noto'g'ri bo'lsa chiqib aytaman, uzr deya olmayman. Nima, ani bir o'zini osib qo'yibdi, bittasi bo'lib tekshirmasa beraveradi. Yo'q, berasiz, o'zini osibdi deysiz, keyin aytasizki, to'g'rilaysiz sizga o'xshab. Ha, to'g'rilab qo'yasiz. Bo'lmasa shunaqa deb ayting bo'lmasa. Yo'q, u ishdan haydalgan meni mendagi xabarga ko'ra kelyapti deyapsiz. Yolg'on ma'lumot bo'lib chiqyapti-yu. Yo'q, yolg'on bo'lmadi hali. Hali kutamiz deyapsiz-ku. Ha, kutamiz. Ha, nimaga yolg'on deyapsiz unda? Sizni gapingiz hozircha yolg'onmi? Yo'q, hozircha yolg'on emas. Hozircha bu xabar bor. Hozir. Bu xabar bor. Jurnalist o'zini gapini gapirmaydi, xabar gapiradi. Siz nima desa o'shanga ishonib gapirib tashlayapsiz. Yo'q, men tekshiraman, tekshirib gapiryapman. Yechintirilmagan ekan. Tekshirib gapiryapman. Keyin ana 9 xodimni aybsizligi bo'yicha aybsiz ekan, o'shanga qaror qilishdi biz. Qo'lingizda bormi 83.2 ni qog'ozi? Bor. Bormi? Bor. Sizda bor, Guliranoda yo'qmi? Bor. Ha, Guliranoda ham bor menimcha, u chiqarmayapti-da. Uyingizda noto'g'ri. 1-0, 2-0 yuribsiz. 5-0 bo'ldi. 2-0 maqtay yuribsiz. Umuman O'zbekistonda yo'q aloqador bo'lgan odam. Nimasini maqtayman uni? Ha, mujik bola so'kinmasa, mujik bola yaxshi bola. Mujik bola emas, qobiliyatli bola dedim. So'kinmasa, qobiliyatli bola. Sizni haqorat qilganlarni ham shunaqa bo'ladimi? Ha, men xolisligim shunaqada meni. Xolisman-da. Sizni haqorat qilsa ham, onangizni ham so'ksa ham. Meni onamni so'kkandan so'rab olaman. Onamni so'kkandan so'rab olaman. Lekin uni qobiliyatli deydi. Nima qobiliyatli bo'lsa, bitta haromi, bitta galuboy qobiliyatli bo'lsa, meni onamni so'ksa, uni qobiliyatliligini bekitaymi? Ha, bekitib demayapman. Siz uni maqtayapsiz. Maqtash emas bu. Maqtash, men shunaqa tushundim. Ya sizni ishtonni orqasidan kun ko'rgani uchun shunaqa tushunyapsiz-da. Tarafdor odamlaringizni Timurga jalb qildiryapsiz. Davay deb turib, o'shaga qo'shmoqsiz. Shunaqa fikrdaman men. Sizni fikringiz o'sha ishtonni orqasidan kun ko'rgani uchun shunaqa bo'lib qolgan. Yo'q. Cho'chqa go'shtini yesa da'v so'p qoladi-yu odam. Shunga o'xshagan narsa. To'xtang, siz aytyapsiz-ki, siz undan o'sha pul olib qo'ygan deyapsiz-da. Undan pul olgan deyapsiz. Aniq aytyapsiz narsa. Birorta isbot dalilingiz bormi bo'yicha? Karta qo'yib qo'yganingizga dalil. Yo'q, karta men kanalni rivoyatchi, men bitta videoni qo'ymaganman men. Butun pastki hamma videolarimda kanal rivoji uchun qo'yilgan. Yo'q, kanalning rivoji unaqa bo'lmaydi-da. Yo'q, dalil bo'pti. Guliranodan o'sha nimalar qanaqadir isbot dalili bo'lsa keyin aytish kerak. Karta qo'yganingiz yetadi. Karta qo'yganingiz yetadi, pul ishlayapsizlar. Yo'q, keyin olib qochmang. Mana hozir mana shu video mana. Guliranodan o'tgani bo'yicha ayting. Ya o'sha videolar asosan trendda. Yo'q. Men undan oldin ham qo'yganman. Kanalim o'zida ham turibdi. Undan oldingi videolar 5000, 3000, 30 mingga bormagan prosmotrlar. Bu kamida 300 ming, 500 ming, 1 millionlab bo'lib ketgan. Unda farqi bor. Farqi bor. Siz unaqa tuhmat qilib tashlamaysiz. Men tuhmat qilmayman. Tuhmat qilgan bo'lsam yozing. Poylab turibsiz-ku, Abror yo'qotish kerak deyapsiz, Afg'onga ketkizib borish kerak deyapsiz. Yozing. Tuhmat bo'lsa javob beraman, sud hal qiladi. Keyin qani fleshka? Fleshka. 19 minutlik. Men fleshka bor deb aytganman. Yo'q, siz tarafdagilarda xabaringiz bormi yo'qmi? So'rayapman sizdan. Men uning uchun javob bering. Qani fleshka deb so'rayapsiz mendan. Ha, o'sha sizda yo'q bo'lsa yo'q deng, bo'ldi. Xo'p, demak, yechintirilgani to'g'risida hali isbot yo'q, to'g'rimi? Isbotdan uni teskari, uni rad etadigan narsalar yo'q. Rad etadigan narsalar turibdi. Chunki kiyimlar yirtilmagan,
joyiga osib qo'yilgan. Ana u soliqchini na'uzubillah asbobiga rezinka ilib qo'yishgan. Salfetka deyaptilar shuni. Salfetka, rezinka. Salfetka ham juda ajoyib ekanda, uchib borib. O'sha xonada zino qilgan deb o'ylayapsizmi? Uni Xudo biladi. Zino qilgan bo'lsa Allohning huzurida javob beradi. Hozir ham aytyapman. Oldin ham aytganman, zino qildi demadim men. Hozirgacha aytdim, zino qildi demadim. Bu ish, bu video zino fahsh ish. Tarqatmadi. U tarqatmang deyapsiz-da, lekin Başta har kuni bir 2 oydan beri chiqib turib javob beryapman-da sizlarga. Siz yolg'on gapiryapsizlar, javob beryapman sizlarga. Navorat o'zingizni auditoriyangizni yana shunga qo'shyapsiz. Qo'shaman-da. Meni auditoriya mendan so'rayapti. Bu Siroj shunaqa deyapti, rost bo'lishi mumkin deyapti. Men aytayapman, Siroj bu mavzuda rost gapirishi mumkin emas. Chunki ishtonni orqasidan kun ko'rgan odam rost gapira olmay qoladi deyapman. Sizda nomus ham yo'q. Orqasidan yana tuhmat qilyapsiz. Yo'q, ishtonni orqasidan kun ko'rgandi. O'sha sizga savol, nimaga uni himoya qilib yuribsiz? Men uni himoya qilayotganim yo'q. Himoya qilyapsiz. Balki sizga ishonib ko'rinyapti. Yo'q, butun xalq aytayapti, himoya qilyapti. Ishlashga harakat qilyapman. Qonunda qanaqa biz shunga ishlashga harakat qilyapmiz. Xo'p, unda ayting, sen deng, qonunan bo'lsa ayting. Sen deng, urib seni yechintirilgani to'g'risida isbot keltirding. Bu aytganman o'ziga. Yo'q, o'ziga emas, ommaga chiqib ayting. Men o'zim aytganman, o'ziga ham aytganman shu narsani. Nimaga keltira olmayapsiz, siz yana davom etyapsiz bo'lmasa? Yo'q, u aytyapti, to'xtanglar, kutib turinglar, mana shu davom. Nimani? Hayitdan keyin xina kerak emas. Hozir qo'yish kerak. Hamma so'rayapti. Mayli, sabr qilaylik-chi, kutaylik-chi. Yo'q, nimani kutasiz? Qiyomat kutasizmi? Yo'q. Hozir o'rni yo'q, hozir. Ko'rmasak ko'ramiz. Hozir o'rni yo'q, urib yechintirilgan. Hozir qo'ysa tugaydi hamma narsa. Men qarshi chiqib, ana tugaydi, xo'p, mayli deylik. Men o'sha yolg'on bo'lib chiqsin. Butun auditoriyaga eshiting, gap eshiting. Butun auditoriyaga aytamanki, ichki ishlar xodimlari 4 yilga qamaldi, to'g'rimi? Men aytamanki, noto'g'ri. Eshiting gap oxirigacha. Gapni eshiting. 4 yilga qamalishi noto'g'ri deyman. 5 yil yoki 10 yilga qamalish kerak, chunki 235 bilan malakalanadi bu ish. Mana urib yechintirilgan ekan, 5 yil emas, 10 yil bersin deyman. 10 yil bersin deyman. 235 bo'lmasa-chi? Bo'lmasa tuhmat bo'ladi. Bu qolgan narsasiga sud hal qiladi o'zi. Agar ular o'zini tartibi bo'yicha xato qilgan bo'lsa, jinoiy javobgarlik bo'lsa, jinoiy javobgarlik, shtraf bo'lsa, shtraf, ogohlantirish, hayfsan bo'lsa, hayfsan, uni sud hal qiladi. Xalq so'rayotgan, butun boshli hozirgi kunda so'rayotgan xalq buni 235 ni so'rayapti. 235 bormi, yo'qmi? Sizlar tomonan sud so'rashmayaptimi? Yo'q, boshqasini so'ramayapti. Men bilganim shuni. Bular noqonuniy uyga bosqinchilik kirib borishganlar. Uni sud hal qiladi, gapingiz yo'q. Uni sud hal qiladi. Uni ham sud hal qiladi bu. Yo'q, 235 35 bir tomonlama yondashyapsiz. Qani bir tomonlama, ikki tomon aytayapman-ku men. Yo'q, siz bitta tomonni ushlayoryapsiz. Bo'ldi, o'sha joyda Yo'q, o'shani so'rayapti-da, javob yo'q-da, u haqida hali sud boshlanmadi-da. Narigi tomonichi, ular boshqa ayblarichi, u ishlamay kirmaydi. Yo'q, uni bunga aloqasi yo'q deyapman. Uni sud hal qiladi. O'sha kuni bo'lgan voqea yo'q. Yo'q, sud hal qiladi uni. Buni ham sud hal qiladi. Yo'q, bu hali sudga hech kim topshirmadi, 235 qo'zg'amadi yo'q. Sabr qiling, kuting bo'lmasa. 235 bilan qameldimi, yo'qmi to'rtta xodim, ikkita xodim? Yo'q, 235. Demak, 235 yo'q sudda, to'g'rimi? Hozircha yo'q. Aytmaysizmi chiqibsan tuhmat qilyapsan deb? To'xtang. Bu ikkita xodimni aytmayapti 235 bo'yicha. Ham 9 tasini aytyapti. 9 ta bo'yicha anaqa ish yopilmagan. Ish ular yopildi ularda ish. Hali sizda o'shani bormi? Qog'ozi rad etildi, 82 qildi degan rad etilgan bormi? Ya'ni menga advokatlar tashab berdi-da, aynan qatnashayotganlar ularni 9 ta xodimda urib yechintirganlik to'g'risidagi hech bir narsa isbotlanmadi degan qog'oz bor menda. Sudning qog'ozi bor. Va ular o'sha ish bo'yicha jinoiy ish qo'zg'atilgan. 235 qo'ymagan aniq, 235 bo'yicha bo'lyapti deyapsiz-ku 9 tani. O'sha yo'q u. Endi ularga jinoiy ish qo'zg'atildi degan, siz shart chiqib aytdingizda, yo siz ularni ayblayapti deyapman. Ikkitasini emas, 9 tani shunday ayblayapti. O'sha yo'q u, 235 topilmadi deyapti sud. Balki topilmagandir. Topilmagan bo'lsa chiqilmaga aytmayapsiz, tuhmat qilyapti bu deb. Hali
hali u narsa hali polniy anaqa bo'lgani yo'q-ku. Anaqa makala qiling endi. Mana nuqtaga keldik. Makala emas. Nuqtaga keldi mana. Savolga javob bering. Sud nuqtaga keldi. Aytyapti 235 topilmadi deyapti. Siz 235 topilmagan bo'lsa, bo'pti, men sizga 9 ta xodim bo'yicha xalq oldida va'da bering, to'xtatamiz. 9 ta xodim bo'yicha agar 235 qo'yilmasa 9 taga chiqib Gulirano Qosimovani tuhmatchi ekansan sen. Tuhmatingga javob ber deb video qilasiz. Kelishdikmi? Shu bo'yicha aytaman. Bu bo'yicha tuhmat bo'lgan ekan, noto'g'ri aytgan ekan. Shu kerak bo'ldi, boshqa narsa kerak emas. Boshqa narsa kerak emas, boshqa narsani hammasini sud hal qilyapti. Biz 235 ni so'rayapmiz. 235 ni so'rayapmiz biz. Sud hal qilyapti, 235 yo'q. Ekspertizada ham yo'q. Ekspertiza urdi, sindirdi degan narsa. Borib ekspertizaga bosim o'tkazyapsizlar. Sizlarda bir savod ham yo'q o'zi. Ekspertiza ko'chadan kelgan odamga ma'lumot bermaydi, mumkin emas. Uni yo'li davomida bermaydi. Tergovdan keyin ham bermaydi. Tergovdan keyin endi bermaslik haqqi ham bor ekan. Buni ham haqqi bordi, ha, endi bildinglar, ko'ryapsizlarmi? Hech ham haqqi yo'q. Qanaqa haqqi bor? Haqqi bor. Men uni surishtirib ko'rdim. Men ham bir narsa qilsam, qonunchilikni ko'raman. Nimaga chiqib bunda ya'ni e'tirof qilmayapsiz? Biz ekspertizaga noto'g'ri bostirib boribmiz. Ularni bo'yicha siz 235 deyapsizmi? Men o'sha bo'yicha, o'sha endi hozirgi emas, bu ish prokurorlar bilan ham bosh prokuratura tergovchilar bilan o'sha videoni ko'rsatdim. Men o'shani ko'rsatdim. Ko'rsatsam bu yerda o'sha siz aytgan 235 bor deyapti. O'sha anoni o'zi yetarli kiyimini tortib bittasi oxirida ko'rdingizmi videoni? Tortyapti kiyimini, unisini tortyapti, ko'rsan shuni. Hop, o'sha narsa ham yo'q agarda bular shunday kirdi, mana ikkita katta odamlar ekan. Indamasdan chiqqanda o'zi shu narsa ham o'zi ham yo'q edi. Bular dalchi izdivatsiya qilishni boshlashgan o'tdi. Ko'rmadingizmi bu video? U narsalar siz ko'rmayapsiz, faqat shu bitta narsaga yopishib olgansizlar. Yo, siz kechaga gapirgan gapingizga bugun noto'g'ri gapiryapsiz-da hozir. Qanaqasiga men o'tda hukm beraman? 235 bor deya olaman. Sud hal qilish kerak edi-ku uni. Hal qiladi ham. Nimaga siz unda jinoyat bor deyapsiz? Men jinoyat bor demayapman. 235 bor deyapsiz hozir. O'sha bo'yicha mutaxassislar bilan Ya mutaxassislar sudmi? Mutaxassis sudmi? Men tergovchi bo'lganimda, o'sha paytda men ishlaganimda, men o'sha bilan jinoyat nimasini hukmi e'lon nima qilardim tergovda deb aytishyapti. Men shundan yo'q, aytaveradi, sud hal qilish kerak edi-ku. Biz kelishib oldik-ku. Kelishib oldik-ku, sud hal qilish kerak bo'lgan joyda. Sizlar mana xalqqa tashlayapsiz. Shu yerda jinoyat yo'qmi deyapsiz? Sud hal qilindi, hozir ma'murasini u yoq deb aylantiryapti. Aylantirmayapman. Aylantirgan bu yerda siz. Xalq eshitib turibdi hammasi. Yo'q, unaqasi yo'q. Siz sud hal qilish kerak bo'lgan narsani bu yerda jinoyat bor deyapsiz. Yo'q, mana bu 235 bormi desa, uni sud hal qilsin deyapsiz. Yo'q, men aynan o'zim aytyapman, jinoyat bor deb. Yo'q, u aytgan odamingiz sudiyami? Sudmi? Sudyaman. Nimaga sud kutmayapsiz? Nimaga sud kutmayapsiz? Shunaqa deb aytishyapti, shu yerda bu yerda bu narsa bor deb aytishyapti dedim. Yo'q, aytishi. Tamom, jurnalistik surishtiruvda shunaqa deyapti, mutaxassis bunaqa deyapti degan gap mumkin, lekin yo'q u. Ham shu qarama-qarshi savolda deyapti, advokat fikr deyapti deganingizdek gapda bo'ldi. Bir xil gapimizda bo'lmasa? Yo'q, men sizga o'xshashdan Allohdan panoh so'rayman. Allohdan panoh so'rayman, ishtonning orqasidan kun ko'rishdan Xudodan panoh so'rayman. Men panoh so'rayman. Allohdan panoh so'rayman. Siz o'sha 235 bor xalqqa siz e'lon qilyapsiz videoni. Razbor qilganimiz bilan hech nima o'zgarmaydi. O'zgardida, sizlar xalqqa aldayotgandinglar. Sizlar xalqni. Yo'q, gap ustiga gap gapiryapsiz-da. Keyin ko'raylik. Ko'rib turibmiz. Agarda mana shu bo'yicha mana bu aybdor topilibdi, o'sha mana bu masalasi bo'yicha aybdor topilmabdi. Gulironi mana bu joyi tuhmat ekan, mana bu to'g'ri bo'lgan ekan deb e'lon qilamiz oxirida. Yo'q, u mayli, uni alohida siz o'shanaqa bo'lsa, videoni kanalingizga tashlayapsiz-da. Mana xalq, ko'ringlarchi, shu yerda jinoyat yo'qmi deyapsiz. Xalq tashlayapti. Xalq sudyami? Keling bor deyapti. Yo'q, xalq sudyami? Sizlar shuni aytyapsiz-ku hozir. Nimani aytyapti? So'rayapti. Yo'q. Xalq fikri menga muhim deyapsiz-ku. Yo'q, xalqni fikri boshqa narsa, lekin jinoyat deb e'lon qilish sud vazifasi. Ko'ryapsizmi qanaqa tupikdasiz? Ya, kechirasiz.
Yo'q, kechirmayman. Men kechirmayman. Siz xalqqa bir videoni tashab, shu yerda jinoyat bormi deyishingiz, bu o'ta ketgan savodsizlik. Savod nuqtasi o'ta past odam aytadi uni, chunki uni sud hal qiladi. Xalq buni jinoyat emas deyolmaydi. Siz bo'lmasa sud hal qiladigan bo'lsa, siz uni tuhmat qilganini ham sud hal qilsin. O'shani aytyapman men ham. O'sha dalil bormi? Aytyapman. Uni aytyapman. Sizlar yechintirdi deyapsizlar. Sizlar yechintirdi deyapsizlar. Men agar yechintirgan bo'lsa, yechintirgan bo'lsa tuhmat bo'ladimi? Ha, bo'ladi. Uni sud hal qiladi. O'sha tuhmat uchun u jazo olsin, keyin olish kerak. Ha, uni olish kerak edi, lekin sizlar yechintirdi deyapsizlar. Yechintirdi, bu yerda jinoyat bor. Yechintirdi, bu yerda jinoyat bor, 235 bor deyapsizlar. Sud hal qilish kerak edi uni. O'zingiz aytib turibsiz, hozir o'zingiz aytib turibsiz. O'sha narsani tergov bilan sud hal qilish kerak, to'g'rimi? Ha, sizlar 235 bor deyapsizlar-ku. Sud hal qilish kerak-ku. Men aniq bor demayapman. Bor deyapsizlar. Mutaxassislar so'rab bor deyapsizlar. Xalqqa tashlayapsiz, jinoyat yo'qmi shu yerda deyapsiz. Aytishyapti deyapman. Xalqqa tashlayapsiz, shu yerda jinoyat yo'qmi deyapsiz. Xalqqa tashlayapman. O'zbekiston sud hal qilish kerak emasmi? Sud hal qiladi endi. Sud hal qilish kerak emasmi? Men o'ta sizlar hal qilinglar deyotganim yo'q. Mana shunaqangi tupikda sizda, mana shunaqangi saviyasiz, mana shunaqangi savodsiz. Sizga ishonib murojaat qilgan odamlar ham. Aylantirganim yo'q, konkret aytyapman. Sud hal qiladimi bu narsani? Sud hal qilsin. Sud hal qilsin, nimaga xalqqa tashlayapsiz videoni? Nimaga siz bitta gapni yana har xil gapirmaysiz? Chunki javob bermayapsiz-da. Chunki javob bermayapsiz. Sud hal qiladimi yo'qmi? Sud hal qiladi. Ha? Nimaga xalqqa tashlayapsiz unda? Men xuddi siz aytgandek xalq fikrini ham bilmoqchiman. Xalq fikri jinoyat emas degan fikr bo'lmaydi. Bunga nima fikr bildirasizlar deb so'raydi. Bu yerda jinoyat yo'qmi deb so'ramaydi. Ha, sizning fikringiz qanaqa deyapman men. Unaqa emas, jinoyat yo'qmi bu yerda deb so'rayapsiz. Ha, yo'qmi so'rayapman. Qatdan biladi xalq jinoyat bor yo'qligini? Sudmas-ku jinoyat xalq. Xullas topingdasiz. Salomat bo'ling. Ya, kechirasiz. Foydasi yo'q. Javob bermaydi bular. Javob berish kerak bo'lgan o'rinda aylantiraveradi. Sakraydi u tomonga o'tadi, sakraydi bu tomonga o'tadi. 235 bor deyapti bular. Shu kungacha bor deb keldi. Yechintirgan, urgan, qiynagan, shunaqa qilib sahna yaratgan deb keldi shu kungacha. Biz chiqib turib, yo'q, unaqa narsaga isbot bormi desak, xalqqa tashlayapti. Bu yerda jinoyat bormi, mana ko'ryapsizlarmi deyapti. Xullas do'stlar, men sizlarga bir isbot bo'lsin uchun keltirdim, ko'rsatdim. Ko'ringlar, vaziyatga ko'ra men bugun balki Telegramga qo'yarman, Facebookga ham qo'yarman, agar Instagramda ham bor ovoz berish. Unga ham, YouTube'da ham bo'lsa kerak. Qo'yamiz, umumiy hisobni chiqaramiz, statistika qilamiz. Qani? Bularning asosiy tarafkashlari trollar do'stlar. Ozgina odam qoldi bularning atrofida. Butun xalq bularga nafrat bilan qarayapti. Va bularni yuzini ochish, basharasini ko'rsatish bizni muqaddas vazifamiz deyapmiz. Bunga ya'ni qarab o'tirish, ko'z yumish yaxshilikka olib kelmaydi. Barchalarga tashakkur do'stlar, bizda asr bo'ldi. Bu yog'i endi shom, iftorlikka yaqin. Mayli endi mavzu kir mavzu, botqoq mavzu. U yoq bu yog'imizga loy sachrashi mumkin, lekin botqoqda hamma botib ketaversin, siroj hammani aldab jarga olib ketaversin deb qarab o'tirishimiz xiyonat. Alloh u xiyonatdan bizni asrasin. O'zinglarni ehtiyot qilinglar, duolaringizda istanglar, Alloh taolo haqdan ayirmasin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Bittasi aytibdi, bu ches berishda furashka bo'lish kerak, boshlig'ingdan so'ramaysanmi debdi.